Assalomu alaykum. Biz bugungi darsimizda xavfsizlik parametrlarini davom ettirgan holatda qo'shimcha imkoniyatlarini ko'rib o'tamiz. Dastlabki holatda biz GeoIP filtratsiyani ko'rib o'tamiz. Buning uchun oldingi darslarda qurgan virtual tarmog'imdan foydalanmagan holatda, sababi bunga hozircha ehtiyoj yo'q. O'zimdagi real holatni ko'rsatib beraman. Misol uchun men Kero kontrolni adminskiy qismini ochadigan bo'lsam, shu tashkilotda ishlab turgan. Bu yerda mana состояние bo'limiga kirib, aktivniy подключениeni ko'radigan bo'lsak, aktivniy подключение mana men hozirda bog'langan kompyuterlar, ya'ni internetdan foydalanib turgan kompyuterlar qanaqa resurslarga murojaat qilyapti. Misol uchun mana 102.36 yoki bo'lmasa 101.87 mana shu hostlar o'z navbatida qaysidir servisdan foydalanganda albatta qaysidir servisga, ya'ni serverga murojaat qiladi va uni BLIP'si bor. Va mana shu menyular tepasida agar o'ng knopkani bosadigan bo'lsak, stavsiya bo'limi bor. Mana shundan strana назначения degan joy bor. Mana shu e'tibor beradigan bo'lsak, demak mana shu servislar, mana bu IP'lar qaysi davlatlarda ko'rsatilayotganini mana bu yerda chiqadi. Mana O'zbekiston yoki США, Velika Britaniya, mana shu davlatlarni ko'rishimiz mumkin. Yoki o'sha narsani saralagan holatda, demak siz ma'lum bir davlatlarga blokirovka qo'yib qo'yishingiz ham mumkin. Bitta tarafi Keroda bu imkoniyati bor, lekin bu to'liq palni funksionalni ishlamaydi. O'shaning uchun siz qanaqadir IP gruppalar yaratgan holatda o'shandan foydalanganingiz ma'qulroq, lekin bu imkoniyatni ham ko'rsatib o'taman. Mana demak bizda qaysidir davlatlarni bloklamoqchi biza o'shani holatda nima qilamiz? Yana настройка bo'limiga o'tamizda. Вот mana bu yerda parametr безопасности bo'lim bor. Mana shu yerda kirib filtr GeoIP degan joy bor. Mana shu yerda siz demak nima deydi, mana shu bo'limda o'zi odatda mana shu bo'limga kiradigan bo'lsak, mana ko'rinishi umuman shunaqa. Endi nima qilamiz? Siz qaysi davlatdan keluvchi murojaatlarni bloklamoqchisiz? O'shanaqa qiladigan bo'lsak, misol uchun Avstraliya yoki Avstriya, ya'ni kontrolni bosib turgan holatda, kontrolni qo'yavermasdan holatda birinchi davlatlarni bosib turishingiz mumkin, tanlashingiz mumkin. Ozarbayjon, Antarktidada mana shunaqa qilib davlatni tanlab olganingizdan keyin mana bu yerda блокировать входящий трафик из следующих стран, ya'ni mana shu davlatlardan kelayotgan murojaatlar bloklanadi. Mana shu yerda mana shu narsani tanlashingiz mumkin. Bu xavfsizlik parametrlarini ko'rinishi filtr GeoIP hisoblanadi. Lekin bu yuqorida aytib o'tganimdek, Keroda nima uchundir bu funksiya to'liq palni funksionalni ishlamaydi. Keyingisi asosiy qiladigan bittasi ограничение подключения. Ya'ni bu yerda ko'radigan bo'lsak, birinchi holatda mana состояние bo'limiga o'tamiz. И активный подключение emas, mana bu yerda активный hostga o'tamiz. Активный hostida mana yana o'ng knopkani bosamiz. Menyuda stavsiya bo'limiga kirib, bu yerda подключение bo'limini tanlaymiz. Mana подключение bo'limini tanlaydigan bo'lsak, e'tibor beramiz, saralay oladigan bo'lsak, ba'zi kompyuterlardan tashqariga 196 ta, 125 ta подключение bo'lgan servislarga. Qancha ko'p kompyuter bo'ladigan bo'lsa va har birida murojaatlar ko'payib ketadigan bo'lsa, bu Keroga nagruska oshib ketishi mumkin. Siz o'shana holatlarda murojaatlarni kamaytirib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni bitta IP ga parallel ravishda nechta murojaat qilishi mumkin. Shunga o'xshash parametrlarni kamaytirib qo'yishingiz mumkin. Bu kamaytirish qanaqa bajariladi? Yana konfiguratsiya bo'limiga o'tamiz. Keyingisi это parametr безопасностьga o'tib, mana bu yerda ограничение подключения bo'limiga o'tasiz. Mana bu yerda e'tibor bersangiz, ограничение максимальное число одновременных подключений от одной исходной IP adresi, ya'ni bitta vaqtda bitta IP adresidan aktiv holatda maksimal qancha подключение bo'lishi mumkin. Mana shu narsani nima qilishingiz mumkin? Kamaytirib qo'yishingiz mumkin. Mana hozirgi holatda kamaytirmasimizdan oldin mana e'tibor beramiz, mana 200 talab murojaatlar turibdi. Yana shunga o'xshash mana kiramiz-da parametr безопасности, ограничение. Mana shu yerda 100 taga tushirib qo'yamiz. И для входящего подключения ham xuddi shunaqa qilib qo'yaylik. Mana 100 ta, maksimum 100 ta
подключение bo'lishi mumkin bir vaqtda bitta IP adresiga. Вот, bu narsani 100 ta tanlab 1 minutda qiladigan bo'lsak, keyin состояние bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana Yulduz PC kompyuteri 220 ta подключение turibdi. Bu narsani mana obnovlение qilaversangiz, mana bu 222 ta edi, 220 ta, 214 ta, mana 210 ta bo'ldi. Vaqt o'tib bu narsa sразу qilmaydi, tak. Mana подключение soni kamayib boradi vaqt o'tgan sari. Вот mana shunaqa taxlitda kamayib boradi. Mana bu 113 ham, mana 133 ta, boya 140 dan oshiqdi. Mana 131 ga tushdi. 187 ta mana shunga o'xshab tushishni boshlaydi. Endi bu degani juda ham kamaytirib tashlash kerak degani emas. Вот bu yerga настройкani yana o'ziga qaytarib qo'yadigan bo'lsak, parametr безопасностиga ограничение mana bu 600 ta edi. Mana bu 1200 ta edi. Mana yana qaytarib qo'yamiz. Bu umumchalik holatda ko'radigan bo'lsak, mana murojaat 165, 119 topdi. Ya'ni bu 200 dan baqa kamaydi, endi ko'payishni boshlaydi. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu ko'payishni boshlaydi. Ya'ni sizda kompyuteringizda qanaqadir приложениялар, internetga bog'langan, shunga o'xshash приложениялар ko'p bo'ladigan bo'lsa, demak murojaatlar ham shunchalik ko'payib boradi. Va bu ko'paygan sari, ya'ni klient, shunga o'xshash murojaatlar hammasidan ko'paygan sari, ya'ni serverga nagruzka tushadi. Agar o'sha nagruzkani kamaytiraman deyishingiz uchun yuqorida ta'kidlab o'tilgandek, aynan mana shu подключенияларni kamaytirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu ham xavfsizlik parametrlariga xos bo'lgan xususiyatlardan bittasi.